5 ustoz o'rildi mana. Payji. Bundan keyin mana yo'limiz ichiradi degan gap. Men ham Xeyli o'g'illarmi mana shuni sizdek jonliq o'qiyanmaydi. Rahmat. Başta ovozni yetib o'qidi, endi arliqda yana o'zgaradi boshqa bir yangi so'z o'qidi. Biz aytib ketib turib, anda qilmaqasan emas. Endi balki meni kichik ko'rsiz, orzularinglar bek katta ekan sizlarni. Bizning guruhimizga kelishingizni umid qilaman, talab qilaman. Agar bizning guruhimizga kelsangiz, men ko'nglim yerim bo'lib ketadi benim. Chunki siz meni ham ko'rishim ekansiz. Rahmat. Men Polat Dursun ustazını tanıdık. İpek yolu sağdasın, suygunun yok şigasın, hoş havazla sevdasın. İpek yolu sağdasın, İpek yolu sağdasın, suygunun yok şigasın, hoş havazla sevdasın. Salam, ekrandagi ko'rman do'stlar. Naq maydondagi ustozlar, shundaqla tomoshabinlar. Ushbu damlarda huzuringizda bo'layotgani Urumchi radio televiziya stansiyasi bilan Xinjiang Tilak mablag' silish boshqarish chekti sherikti birlikda uyushtirgan cho'ng tipdagi televiziya tor universal san'at programmasi 7-qaror Vojjon Ipak yo'li sadosi. Men riyosatchi Umidvor Mahmud. Xinjiang Vojjon so'l chekti sherikti programmamizning tajdorligini oldi. Programmamizni Xinjiang miros sherikti aloyi talab qildi. Programmamiz bilan Xinjiang Kamal so'l chekti sherikti strategik hamkorlashdi. Programmamizni Xinjiang boshbarmoq dehqonchilik mahsulotlarini echish cheklik mas'uliyat sherikti alohida qo'lladi. Xinjiang Ramnidar xalqaro so'l chekti sherikti programmamizga yaqindan yordam berdi. Bunda bo'lsa, hozir navbatda sahnaga chiqadigan mayirimiz bo'lsa 2452 nomerlik mayir. Muborak bo'lsin Subinur. Sahnaga chiqish oldida turibsiz, jiddiylashdingizmi? Bekmamiz. Azroq jiddiylaşdim. Tayyorliklaringiz yaxshi bo'lyaptimi? Yaxshi bo'lyapti. Undaqda agarda natijasiz o'ylaganingizdak chiqmay qolsa qana qilamiz? Hech qisi yo'q, men davom ettirishman. Yaxshi. Mushu bir xil ruhiy holatda bugungi ifodangizdan alayda yaxshi bo'lishini, o'zingiz yaxshi ko'rgan ustozdan sizga o'rindiq aylantirishini chin dilimizdan umid qilamiz. Marhamat. Salam ekranındaki görünmələr, hazırki vaxtınlar xeyirlik olsun. Mənim ismim Subinur. Hazırki işləvatqa ornum olsa, Qarmay şəhərlik sənət ömründə işləvatımə. Naqşıq bolğan, iştiyaqım bolğaş, bu qitimqi Ipak yolu sadasıda özümnің uzunun boyan öyrəngənlərimni, ustazlarım sunuş, şundaqla ustazlarımның təlim tərbiyəni eriş məqsədə muş qitimliq Ipak yolu sadası programı tizimlatdım.
难道说还有赞美的歌，还是那久久不能改变的庄严？我看见一座座山，一座座山川，一座座山川相连。亚拉索，那就是青藏高原。亚拉索，那就是青藏高。Rayonimizda güzellikni söygüchi xonim-qizlarning oldin talishi bo'lib kelayotgan. Ramnidar markasidagi ishonchli girim buyumlari bilan hammamizning yoqtirib ishiltishiga muyassar bo'lib kelayotgan Xinjiang Ramnidar xalqaro so'z chekish shirkati Mahirlarga omad tilaydi. Adaş yaxshimi? Yaxshi adaş. Yaqin yaqtiranda yaxshi o'yin ishlatsa. Men yaqinda yaqin bu Ramnidar markasidagi bir yurish mahsulotlarini ishlatayotgandim. Ko'rib boqay. Buning ichida kirpik uzartishlarki, anondan keyin oqartish buyumi bor ekan. Oqartish buyumi bak, teriga bak yaxshi singadi ekan. Ishlatib ko'rib boqay. Ma'qul, rahmat. Men ishlatib ko'rib boqay. Ma'qul. Salam hörmətli ustazlar, şunaqla ekran aldiki barlıq görmənlər. Kəmin Sübünurdan həmmіңlərə mehirlik salam. O'zingiz qayerdan nima ish qilasiz? Mən Aqsu Avatdan hozir ishlayotgan o'rnim Qarmay shaharlik san'at o'migida ishlayapman. Avat nereden? Avatning o'zidan. Ishkimizdan malisi o. Va Kamil ishkimiz Yangiyo'q 11dan. Ma 16dan 17dan 11 emas, 17. Avatning ya neleri var deb beringlar bizim sanı bitayli. Pishqondan tudingizmi? Ya pishqa. Çanqorum bo'lib ketdi. Biz 3 yil tudukça men ras 3 yil tudim şoňlar chiqar chaqchaq qilishimiz işte. Yaxshi aytdingiz lekin. Ha, xo'ja sen boshda o'rinlarga gap qilib olamsan ya qanday qilsan? Mana naqsha hamda hammanglar bilsizlar, xalqaro musobaqada esim bo'ladigan naqsha. Shunday emasmi? Aning keyindan ma'lum bir yerlikniki, ma'lum bir yaniki, yerlik alaydiligi ifodalangan, ma'lum bir millatning yerlik alaydiligi ifodalangan naqsha bu. Boshda boshlagan vaqtida kasbiy ekanligini men bayqab bo'lib, başlamaya öğrüldüm. Aning keyindan oxirini hammamiz tang huzurlanib angladik. Qo'rqib ketdim men. Oxir ajoyib payzob ketdim. Nimanda aytadigandı bu? Qiz ajoyib aytdi deb hayajonlanib ketdim. Rostim desam sizning ovozingiz g'amroq bo'lib qoldim. Men va Kamal gruppasidagi barcha bolalar jumladan shu bizning Kamal gruppasiga qadam tashlab qilishingizni men o'rnimdan turib, egilib turib salom berdim. Saat ile bakmadım ben. Ya bu kızarlık eşitim minip bilsem ama balası. Balde gibi altı gidi. Otta. Karaga sizden appak parıldayken benim kara. Ma vücudun diyen kötümüz var. Bir vücudum var onun içinde. Ma jirak karab durup tanışınızı ümit kılma. Beş yılımız öğrendik değil mi bu? Bizim grupuna. Açıqlı cevap hala. Ben sizge bir anılda da örüldüm. Avazınız mamuşunçilik bu naqşığı işençiniz bu sergiz etip çıkmaydınız. Muşunçilik xalqaralıq muştaq çoğun naqşını özünüzge işençiniz bilen muşu sahnege ep çıktınız degan gap. Qağan naqşlarını nayt oңайlam icra qilsiz deb sizdeki mahoratingizga alayda bir zo'r ishonchi bo'ldi menda. Agar siz mening gruppamdagi xalqan bir qiz naqshchilardan yoki o'g'il naqshchilardan men sizlarga o'zimningki mahoratim bilan jang e'lon qila olayman deb yurgingiz bo'lsa, albatta hozirgi ba endi pek qilmaysiz, o'rin ba, yana ishga o'rin ba. Shundimi men yanalam qiz mayirlarga alayda ko'ngil bilmagan bo'lsam, sizlardek mushtaq kuchlik mahorati va naqshchilar bo'lsa, taxmi qo'llayman. Bizniki biroz
Gruppamiz sizni qizg'in qarshi oldi. Rahmat, ustoz rahmat. Siz adam to'shtiradigan naqsh emasmi? Siz guruh to'shtiradigan naqsh emas, shu guruhda siz bir guruhda chaqnaydigan naqshsiz. Gaping keldi amma. Keldi gapiraverasiz. Zentong. Avval xush kelibsiz. İpek Yolu programmasiga, naqshingizga rahmat. Uzrlandik. Men eng oxirida o'rildim, lekin eng oxirlik o'rilishimdagi sabab men eng shu uchiga chiqadigan bir yerini saqlab turdim-chu. Men amroq bu naqshiga. Aşağı chiqdi. Vas o'rildim. Men u yana saqlamadim chunki aytalaydiganingizga ishonchim bor. Bisvatda. Saqlab o'tirish ketmadi u yana. Men gap qilyaptim. Talishimiz deyishgan qo. Men gap qilganiga talashmam. Yo'q, ash qo'sh hisob turib talishganman. Siz balkim ko'nglingizga bir aylanib bukib kelgan bo'lishingiz mumkin. Mushu ustozlarning hammasi sizga chuqur to'g'ri yetakchilik qilib, to'g'ri yo'lga boshlay oladi. Shuningga o'xshash bizning guruhdagi saboqdoshlarmi biz bilan birga, ya'ni Ramliydar rivoyat guruhisidagi barcha shogirdlar siz bilan qo'lma-qo'lni tutishib, murigi-murini tirishib, biz chuqur boshqa guruhlardan qolmagan asosda eng yaxshi holatda menib ketalaymiz. Uning ishonchimiz bor. Ramliydar rivoyat guruhimiz sizni qarshi oladi. Qara Allah. Bizning shu rayonimizdagi naqshchilar har qanday naqshni ayta oladigan naqsh chiqdi ekan bizning rayonimizda. Har xil uslub chiqadi. Har qanday naqsh bo'lsa ayta oladi ekan. Universallik qilishga qo'yganda kerak. Har qanday naqsh kiradi ekan. Masalan, bo'lmasa zang'zuch puroqni ilish oson emas bu naqsh. Yo'q, men olamayman shaxsan. Oson emas. Eng muhimi shu naqshni chiroyli o'rinlab qo'ydingiz. Yana biriga yana desak ham degimiz keldi. Mushunda chiroyli sahna, Ipek Yolu sadosidan iborat mushunda chiroyli bir sahna. Jiq ballini bayqab tarbiyalab hozir ekkanlar mana. Shu o'zingiz uchun bir chavakchilik qiling bir. Biz o'rildik bashiraylar. Siz qaysi guruhga kelsangiz chaqnay oladigan darajadagi naqshchi ekansiz. Jiddalga sep qo'ydingizda bashimiz. Ushtabda meni nurg'un gaplarni qilayotgan bor, ammo jiddallashkim yo'q. Ammo jiddallashib qilishdan yonmayman. Soatchi. Ayolsiz qasdimda soat deganlar kimchi narsalar bor. Soatning ayolchisi yo'q. Bo'lsa shunda hamma ustozlarni tanlag'im bor. Shunda hammalarning naqshini shunda yaxshi ko'rmay bo'lib, Adil Adamning naqshini aldalama yaxshi ko'raman. Hatto Adamning naqshini o'qib qo'yma ancha-muncha. Bo'ldi-ku, mana natijasi chiqdi meniki. Keyin shunchalik xush bo'ldim hammalarning men uchun o'rindiq aylantirganiga. Mening oxirdagi tanlashim kishiga nurg'un go'zallik mujassamlangan. U ba'zida sirliq, ba'zida nafs, ba'zida jalbkor bo'ladi. Go'zallikda yuksalish uchun nurg'un sinoqlarni boshdan kechirishga to'g'ri keladi. Men go'zallik yo'lida kaskinlik ham talabchanlikdan to'xtab qolmadim. Bu yo'limdagi hamrohim Ramliydar. Men uchun birinchi bo'lib o'rindiq aylantirgan Hojimat Qurba ustoz. İpek yolu sadası, suygunun yok şidrası, hoş avazlar seydası. İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, Evet, kim ayır 2523. Mübarək bolsun Ənvər, xoş gəldiniz. Rəhmət, xoş buldum. Bugünkü tayarlıqlarınız puxdumu? Puxda. Özünüz oylagan ustaz orunduq aylandırmay qalsa köңlüңiz yerim bulamdı? Əlbət, yerim buldu, lekin şu örülgən ustazlarını tanlaymiz da endi. Buldu əmsə ifadəңizin texim yaxşı bolışın üçün dilimizdən ümid qılımız. Xeyrat qılın. Yaxşım sizlər, mənim ismim Ənvər Ubul. Mən Xota vilayəti Qaraqaş nahiyəsindən gəldim. Mənim qiziqishim bolsa, muzik işləş, naqş aytish degəndək işlərə alayda qiziqman.
kuni seher çıktım deniz boylarga Turup men her kuni seher çıktım deniz boylarga Saçın şox şamallar yalpıtıdı her yanga Saçın şox şamallar yalpıtıdı her yanga Seni oylayman, seni oylayman Seni oylayman, zar zar yığlayman Seni oylayman, seni oylayman Seni oylayman, zar zar yığlayman Taşta oturup Hıyallarını süreyim Kıya taşta oturup Hıyallarını süreyim Senin sevgin ya can amrığın Denizlerden köreyim Sana intizar Ben sana intizar O güzel kız Yığlayman zar zar Ben köymegen senden başkıga Sen köyemsen menden başkıga Ben köymegen senden başkıga Sen köyemsen menden başkıga Köysen köygen vapasız Menden başkıga Men kuyarman senden yaxşıga Köysen köygin vapasız Menden başkıga Men kuyarman senden yaxşıga Oh 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 Vapasız menden başkıga Men kuyarman senden yaxşıga Köysen köygin vapasız menden başkıga Men kuyarman senden yaxşıga Men kuyarman senden yaxşıga Ben kuyarman senden yaxşıga
a'lo sifatli un maylari bilan hammamizga sog'lomlik ato qilib kelayotgan Şinjan Başbarmaq dehqonchilik mahsulotlarini echish cheklik mas'uliyat şirkati mahirlarga omad tilaydi. O'xshash ish ko'taribdi-ku. O'xshash kirama Başbarmaqdan yong'oqmay ekan ma'vo sizning shumi ya? Mening shunga o'xshatdi, ishini bir ichib baqayli, o'xshashmi emasmi? Men bir achay bunisini. Mushuki. Ha, mushu, mening mushu. Bu Başbarmaqning yong'oqmay nayt yaxshi chiqdi-ku, shuni o'ydikilam kunab qoldi buningga. Ishkilimiz uyga borib o'ydikilim bir xo'sh qilib o'tmaylikmi? Anamsi. Salam, hörmətli sazavər bahalıq ustazlar. Salam, naq meydandakı və ekran aldakı barcha aziz tomoshabinlar. Hazırki vaqtinglar xayrlik bo'lsin. Men Xuta viloyati Qirqash nahiyasidan kelgan Mahir Anvar Ubuldan hammanglarga sig'inishli salom. Hey, qaldiga. Yaxshayna. Bizdan hozir nima ish qilsa, shuni bir deyib etam, to'liq. Men hozir davom gruppasi Farhod G'ani ustozninki shogirdi. Müzik işleş o'rganayotgan inimiz bu. Salam ustozlar, inimga vakolatdan sizlarga salom qilaman. Bu inimizga hozir 1,5 yil bo'ldi. Bizning ishxonada Farhod G'anidan akkordlashtirish xizmatini o'rganyapti. İpekliga qatnashganini bilmayman, ammo ma'nosini aytganda shaxsan men bilmayman. Ammo ovozini men bu gap qismini tunayman. Şiviz naqshidimi shivi chiqirdi-ku bu inim. Reyni qattiq demakki. Shuning bilan bu inim meningki birinchilab o'rilishimdagi maqsad bu mening shaxsan miyada o'rilmaymi bu inimni tarbiyalab bu inim bilan davomli birga ketaversam bo'ladi. Ammo men senda o'rilish orqali men bu inimga madad bermoqchi. To'g'ri. Madad bermiz shundaq senda, masalan men o'rildim, Kamilkam o'rildi, sana nisbatan madad bo'ladi, ilhom bo'ladi. Buningdan keyin sening tirishingni texmi undimaychi saqam. Rahmat ustoz. Bundan keyingi bosqichlar u nadan nag bo'lib ketishi u hech qaysimizga ayon emas. Men seni tabriklayman. Sen yomonkansan, sen o'tib chiqding. Demak, bizmi qo'shib qoldik. Bu hamda Po'latka bizlik davomli xizmatimiz Xo'ja, Farhod, Abdusamim qatorliq yosh bolalar billar biz davomli. Bu inimiz ash Farhodning ishxonasiga kelgan 1 yildan oshdi. Bu hozir muzik akkordlashtirish o'rganadi degandek. Bu men bir diqqat qilmaylik naqsh shoyan og'icha, naqsh lo'yin qig'icha degandek bu tang aytib mangadi-ku bu. Mesela o'zini lo'yin kirgizib bütün naqshalarimizning lo'yinini Anvarjon qilib bu tang aytib mangadi. Lekin manda naqsh aytganlar ishchiligini ishib mangadi ishxonalarda. Angliq raskab qilsam men sening ekanligingni bilmadim men. Xo'ja kuzam qaraydi, raskab qo'y bu hamda. Erkin Kerem akam aytgan, "Xo'jan degan naqshni Anvarjon lo'yin qilgan." Yaxshi talab qilib istiqbollar bolalar bu hamda. Yaxshi. Qani, tabriklaymiz. Shikmalimdan birini Avval bevasili men inib kelgan bo'ldi. Kamil akamninki bolalar to'shab ketib, piki tushib, vaqtni ammayli. O'dilni mening gruppam g'inib kelsang, bularmikin deyman, qolgan boshqa ma'lumotlar nima deydi bilmadim. Rahmat ustozlar, menga bergan qimmatli bahoyinglarga ko'pdan-ko'p tashakkur. Men bu yerga kelishdan burun bir ustozni ko'nglimga pukib kelgan. Mening eng oxirgi tanlashim bo'lsa, Güzel arzu hareketke aylanganda hamma kishi baş parmağını çıkırdı. Hareketki kelip güzel menzilge yüzlengen Şinjan Başparmak dehqonchilik mahsulotları etish mas'uliyat şirkati naqshiladi kuylangan yaxshilarning baxt belgisi. Başparmakdan astin chiqarmas yarni cho'ngmanga Hürmet kurban ustası. İpek yolu sadası, suygunu yok şigrası, kuş havazla seydası. İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, suygunu yok şigrası, kuş havazla seydası. Oh
Cəsur yigitlərinin oldun tanlışı bulub kelayotgan Şinjan Kamal Xalqara Sol şirkəti Kamal kiyim-kechəkləri mayırlarga omad tilaydi. Ay bugungi to'yning kiyim-kechishni o'ylashdingiz? Bugun kiyishingni za bilmadim Juma. Qarsomlik Kamal markasiga kostyumlarning yangi nusxalari chiqibdi. Shunday yarashimliqga. Bo'lmasa ashnadan bir ish qura kelaylikmi? Mayli, shunday qilaylik bo'lmasa. Hamma qilmayapmiz. 当然300比蒙古族群的吴卡卡完。大家好，我是蒙古歌手吴卡卡。欢迎凯凯老师。今天非常高兴，来到丝绸之路之声，是生产新疆最丝滑的歌声的地方。今天也是个非常特别的日子，是我们丝绸之路之声10周岁生日。首先祝福我们丝绸之路之声10周岁生日快乐 ，Happy Birthday！ 我刚才也把我的生日礼物也献给了丝绸之路之声，是一首歌曲。希望我们的丝绸之路之声，今年10年、15年、20年一直这么办下去。这么好的舞台，有这么多的年轻的歌手能够在这里展现自己的才艺，让更多的人，谢谢。我觉得我们非常幸运，也感谢我们导演组做了很多的工作，祝福丝绸之路之声越办越好，祝福所有的学员都有好的成绩，祝贺大家！谢谢。Ben bir aşıqman, san'atning aşıqıman. Ögünüşdün ögütüşkice, ögengüçüdün yetekçi boluşkice qalbim aşıqlıqdan, qadimim izchillikdan yenib baxmadı. Bu yükseliş jarayonida orzuyimning kamal topadiganiga ishondim. Chunki men Kamalni o'zimga hamroh qildim. Kamaldan ham ishonch topdim. Kamal kiyimlari yigitlik qaddi-qomatingizni namoyon qilib, mendek har bir orzu egisini kamaliga yetkazadi. Növbətki mayır 176. Hoş geldiniz Merdan, mübarek bo'lsin. Sahnaga chiqish oldi turyapsiz, tayyorliklaringizni aytib puxta deb qarayman shunaqa. Bo'ldi ham g'ayrat qiling. Jayo. Rahmat. Yaxshimsizlar, hurmatli ko'ruvchilar. Mening ismim Merdan Turg'un. O'zim G'uljidan keldim. Muqam o'rindash kasbining o'quvchisi. Mening bu programma qatnashishdagi maqsadim o'zimni sinab beqish maqsadida keldim.
yeter gün var mı yaralar gaflet yatken yarim uygan dinar yorga yeter gün var mı yaralar yorga yeter gün var mı yaralar Rayonumuzda serkertlik rol oynayotgan miras cheklik şirketi mayırlarga ahmet tilaydi. Ya da sen turuk gitsen o zirke pırkı. Ye. Karasın zirkte de ben mirasdan latyalarını yapıyorum. Ya ama doyun veşi xoğu bu. Bu bek teyze kara çoğun küçük işki kalıp çıkıdı tetip baka şundan aksa. Ben miras latyanı biz nakşı yitip ziriksem yivatımız abi. Ma açık ya ma ya. Pişigönük ya. Pezik yaptım bu. Yaxshimsizlar hurmatli ustozlar. Mening ismim Mardan. G'uljining ilqinay sinfida. G'uljining yamanchi kit bordi g'o. Qaysi kasb bitadi? Muqam o'rnash kasbini. Ishkimiz savolashgan. Uyg'urda o'zbek emas-ku. Uyg'ur. Ishkimiz savolashganmiz nima? Haqiqatan milliy proqni voyaga yetkazib, undan keyin sizning og'zingizdan oldik muqam sinfida o'qib ekansiz. Men 2015-yil bitirgan shu muqam sinfini. Men 2008-yil jamiyatda amabab naqsh aytgandan keyin meni ba'zilar maktabda o'qimayli naqsh o'qigan bola deb qilish mumkin, ammo men muqam sinfida to'liq 8 yil o'qigan bola. 8 yil? 3 yil jo'ja o'qidim, 5 yil muqam kasbida hisobda 8 yil o'qidim. Menda mijiq o'qibsan ha. Meni ma bimbo'g'am mana mabal akab qo'yam, ma ketdi, Kamilgam. Meni bimbo'g'a akab qo'yib ketgan. Ammo maktab ko'rib arxivim tashkil sog'lom bo'ldim, men a'lo o'qigan. Yaxshi o'qigan. Muqamasam ishlaydigan vaqtda men o'ylashayda vaqt ketdi. Tasliqavsizda sho'ng bo'sh o'ylatgili. Aytib olding ha. Shunga Kamal guruhiga kelib ikkimiz menga uzoq bo'libdiki muqamni aytmoqli. Billa aytib, men unutib qolgan, men o'ytonsiz unutib qolgan, men sizga o'ytay. Shunday qilib birlikda tang taraqqiy qildim. Men o'ylayman, men 4 ustozim, masalan, hozir bizning guruhda odam bek oz emasmi? Mali men rangli qiytidi mencha. Bular unchalik vijdon bor. Savol gapon havola. Mesela Kamil akam o'zimni kishi, "Mayli ukam, sening mening" deyadi. Adiladan qo'yganlar qarindashda ketgan odam. Po'latdan hozir meni shunday izzatlab aytgan mo'jiq gaplarni dedi. Ukam bugun senikini toshlasa qildi deb. Zoir kam bilan Zoir kam bilan bir o'yladi tug'an. Zoir kam o'jiq ishdi men yo'l qilgan ham bumi bu bugun menga yo'l ber, ammo mard Zoir kam. Gaping tugidi, xo'sh. Ya chiroq ekan Safkamo dedim ғой, Emin Yazkamni biz hurmatlaydigan bir ustam o bizning idoraning. Avazing insasi, hissiyotlaring bek o'xshayki. Abay deyishgandek har bir kollektivda har xil bir narsa bo'lgan deymiz o. Abay shu chang dedik, mayli abay meyshonim dedik. Sen o'xshashmaysan, milliy nasim kerak albatta. Qag'inni o'zing o'ylab ishtikrek beqirassan ayl bo'ldigan ish qallanadi. Beqirassan ishtikrek yaxshi gap qilding. Sen ustoz Mehmet Tursun akamning ijrosidagi bu yarallar degan naqshini o'zingning uslubida Mehmet Tursun naqsin bor? Ha, Mehmet Tursun aytgan. Mehmet Tursun kam O'zbekistonda o'qishni bitirib kelib, aytib, hozirgi kegacha musobaqada so'rildi aytib kelayotgan naqshchi bu. Yaxshi aytding. Rahmat ustoz. Sendek balaning kelishini arzu qilaman. Arzuyingga. Muqam to'g'ri deb desam, muqamning qonida men ishlayman degan. Agar muqamning yo'lini tanlayman desang, aka shunday-ku, masalan, milliy yo'lini tanlaydim desang hamda. Muqam mushunday yo'lda maqatimman. Mushu yo'ldan izlangan bor desang, sana jiqroq yordam qilishga mening ko'zim yetib eshib qoladi. Agar boshqacharoq yo'lda maqatam yoki o'zimni o'zgartirib boqay desang, Zoir akang bor, Po'lat akang bor, Odila adang bor, Xo'ja akang bor, hammasi bor, lekin endi sening qancha yosh kirding hozir? 24 yosh. 24 yosh. Endi 34 yoshga 10 yil jarayonida agar mushu yo'lingni yaxshi taraqqiy qildirib menga desang, mening guruhimni to'shqizib yo'rsang men rozi hozir. Sen bilan tushida men tanlasam. Kamil kan bilan o'xshash biruznetchi muqamchinim mening qo'limda ishlaydi. Jumada boshlaydi. Lekin vaqti kelgan vaqt shu ishildi degan bu ish tushki masal ishlaydi biz qilamiz yana. Bular damalanmaydi, biz kundi billaylik. Po'latkan mavaqtida biz Manda qilayli, hamda men kichik bo'lsam ga qilay. Ga qilay. Endi sen o muqam kasbida
Bu yıl o'qishib bitiramsan? Demak, sen o muqam kasbida o san'at maktabida o'qib bo'lding, bular o'qiganni sen o'qiding degina. Hamda sen balkim yoki xizmat qilasiz yoki qilmassiz. Shaxsan men xizmat qilmayman. Biz o'z oldimizga nima qilsak bo'laverdi. Biz xizmat qilamiz deyishmoqku. Demakchi o'g'lim, endi yani san'atdan chekinib egidik tiklab Polatkanma muqam idorasidagi 100 nechadan men boshqarma deb so'ngsal besim qilib qo'ydi shu. Shular demakchi o'g'lim, idoraga o'rlashtira olmaymiz. Boshqa, zahar boshqa yo'l keltirdi bu gapni. Gap qiladi. Demakchi o'g'lim, Sinan Naqshonni shunday yaxshi ko'rdim. Avval Naqshanga rahmat. Meningki san bir ko'ngil so'g'im baqira. Quloq chiqdan soat bor. Tug'tigimaganmi o'sa? Yo'q dedi bu. Aldanma. Soat bakingo. Lekin ma'ni sen o'zingga qattiq bisim qilma. Ha, rostni berib. Men mushtaliqi. Rostni berib kasbda haqiqiy men qo'l qo'ygan, yaxshi ko'rayotgan mush naqshlarni yaxshi o'rinlayotgan bolalarga tuniga unutib qolibdi kelmadi. Bugundan boshlab so'g'lab, lekin tuniga tanlangan bolalarga so'g'at bajuma xotirjam bo'linglar. Ayt to'liqli yutma o'rnida. Lekin ma'ni sen besim qilma. Bak ustazlarga besim bo'layotgan yerda sana chuqur besim bo'lib qoladi. Anandan keyin Zahirkan talla sen dötlik qilma. Anandan keyin bizniki gruppaga kelsak masalanga biz o'zimiz yaxshi ko'rgan uslubdagi naqshi muzikalar bilan tangtirishimiz, tangmangimiz shu Ramlidar şirketimizga vakolatan rivoyat gruppasidagi barcha shogirdlarga vakolatan seni gruppamizga qizg'in qarshi olamiz. Bir muqam o'tib qo'ygan. Kepillik qilmang. Muqamdan azroq qanday bo'lsa mayli. Yar uchun sterk bo'lg'ayman. Modam anden yiroq. Ol jihatda bor çabasi ister mini maqzun pırak. Azma. Azma. Herkes ezip qamma. Onu bulmay tarixsizmay. Muqamni yetib bo'ldi. Kamil biladiganni sen bildikansan. Atrofga qarab bak, bizning guruhda muqam bilgadim, hamma narsani biladi. Bizning guruhda 5 o'rin bor. Qolgan guruhlar asosiyat. Mening guruhim to'shqizab xotirjam qiladi. Xo'jishimizniki o'rni xili bo'shroq. Qolganini qarasang to'shab qoldi. Yana tanlab qilib qolsa, menda tushib qoladigan ish bo'lib qoladi. Ol jihatda barchasi sen ezib ketmay. Termini to'xtab tur, gap qilolay. Maqzun puraq. To'xtab tur, gap qilolay. Amazondek tuvankina. Sen ezib ketmay, ana yaxshi-chu. Sen shu rivoyat guruhini tanlasang, intayin to'g'ri tanlash bo'ladi. Men sen guruhni tanlamay, men tanla. O'ylashib qoldingmi akam? O'ylaysan, gap qilaman. Tinka qilaman. Ko'nglim fikr ustozlaring bo'ladi, mayli qaysi bo'lsa. Baraymi yo. Mening o'zimning ko'nglim fikr ustozim botdi. To'sh, men o'qitib sonqordi dedi. Mening tanlashim Tanlangan ziraat taza purchaqlar, quvvatli yemish, shifoliq retsept bilan tayyorlangan. Saharda bir qacha ruhli bir kunning boshlanmasi, kechda bir qacha harduq ala, miras, qora kunjut, qizil purchaq va jag'day qo'noq umashlari. Miras ochiqlari o'zgacha esil tam, materiali alayda tayyorlangan. Ochiq ichida huzur ichida lazzat. Har tishlaganda ochiq tamning lazzati ham sajbingizni o'taldirdi. Ham sajbingizdan larziga soladigan lazzati cheksiz miras ochiqlari. Tanlangan ziraat taza purchaqlar, quvvatli yemish, shifoliq retsept bilan tayyorlangan. Saharda bir qacha ruhli bir kunning boshlanmasi, kechda bir qacha harduq ala, miras, qora kunjut, qizil purchaq va jag'day qo'noq umashlari. Zahir Şahablı Mutustaz. Feyze. İpek yolu sadasın, suygunun yok şigrasın, kuş havazla seyrasın, İpek yolu sadasın, İpek yolu sadasın, suygunun yok.
89 numaralı Mahirni sahneye teklif kılımız. Erkin qarshi olamiz. Rahmat. 7-chi qarar İpek Yo'l sadasi qatnashib hayajonlandingizmi? Hayajonlandim. Hammamiz g'ayrat qilaylik. Omad yer bo'lsin. Hello， 大家好，我是歌手艾尔肯·艾赫迈提，来自新疆吐鲁番。我是一个爱唱歌、爱跳舞、爱弹吉他的小伙子。我非常喜欢唱歌，想给大家带来一些好听的歌曲，希望大家可以喜欢。Beni iken o. No, yeah. 不只是只有你能说 no， 看得清的人声音中，不只是每个人的伤，懂事的人都会失了谎。咖啡在左台上，有时会随便想，美丽在你的脸上，茉莉我随便想。咖啡在左台上，有时会随便想，美丽在你的脸上，茉莉我随便抢。你说你都懂，说我都不懂。哦，但是 baby， 你不要冷漠我，不要离开我。你的身影不断浮现在我脑海里 ，no no no yeah， 哦，你说你都懂，说我都不懂，但是 baby， 你不要冷漠我 ，no yeah， 不要离开我，你的身影不断浮现在我脑海里 ，yeah。不只是只有你能说，看得清的人声音中，不只是每个人的伤，懂事的人都会失了光。不只是只有你能说，看得清的人声音中，不只是每个人的伤，懂事的人都会失了光。咖啡在左台上，有时会随便想，美丽在你的脸上，茉莉我随便尝。咖啡在左台上，有时会随便想。美丽在你的脸上，茉莉我随便笑 ，Give my life, 'cause I don't deny, oh loving you right, no baby alright, so give my life, I don't deny, loving you right, no baby alright, 哦你说你都懂，哦说我都不懂呀，哦但是 baby 你不要冷漠我。你不要离开我，你的身影不断浮现在我脑海里 ，no no no yeah， 哦你说你都懂，说我都不懂，哦但是 baby 你不要冷漠我 ，no yeah， 不要离开我，你的身影不断浮现在我脑海里 ，yeah，oh give me my life, I don't deny。I love you right, oh baby alright, so give him my life, 'cause I don't deny, oh loving you right, oh baby alright, 哦你说你都懂，说我都不懂，但是 baby 你不要冷漠我，不要离开我，你的身影不断浮现在我脑海里。Rayonimiz korxona sohasida oldin qator turadigan Xinjiang Hojun Sol Chess şirkati Hojun g'ortamlik gazliq ichimligi mahirlarga omad tilaydi. Salam hurmatli ustozlar, hurmatli sho'yan do'stlar, hammangizlarga mushaq xayrli bo'lsin. Men korxona bo'lgan ekan bizga remixga qo'ysin to'g'ri tushunasizmi? Tushunasizlar. Ismim Erkin, o'zim Turpalliq. Naqshini erkak aytirgansan. Hammangizlar degan kullan Turpallar. Güzel ciddileşik aldım. Meşe çıkan tabii yapalım. Malimizden futurdi. Şunu naqshini. Tönegini yaqaytatimiz bu naqshini. Niçin yaşışma? Tokta. Çayada tokta öğrengen lekin Tokta öğrengen. Tokta oturup öğrengen değil mi? Toyunu kılmagan.
Dengmo'luk o'rganganda, kasbing shunmi, shuni o'rgangan. Hozir turpanda to'qchimi? Yo'q, turpanda naqshchi. 是学的专业是多？对，供电技术o'rgangan。然后没做那个专业。没做，但就唱歌。对，那个唱功特别好，他不是，他肯定天天在唱，所以唱得好。你每天在夜店上班？对。除了这种风格还唱什么？流行。流行也可以唱。Xalq naqsi aytalaydi. Xalq naqsim ancha-muncha aytalaydi. Aytalaydi. Azmat qanday aytalaydi ular. Osmoningda ay bo'lib jimi olamni tan ko'rsam, piyolangda choy bo'lib lavlaringni kuydirsam. Yumloq, sen yumloq, sen chiroylik men mamra. 他应该跳那个街舞也不错。我是街舞老师。是一看就是那种感觉。Abi kenjeri kirib qalding-ak, mundaq qayerda? Shuni bilib qaldingiz-da siz o'zingiz hamda. Beş yılımız hazır açtamazmı? 5 yılımız öğrendik. 5 yılımız öğrendik. 3 malım oturup öğrenildi, 2 malım turup öğrenildi. Nurcan, küşendağını köydüңmü? Birga bir chiqa olamsizlar? Ha, to'g'ri. Nurjan shu Adilan gruppasiga. Ha, birga bir chiqa olamsizlar? Bo'ldi, birga birini qo'yib qara. Mening ko'rapman, hozir tushud degina, 10-chi bo'ldi degina. Men ham to'shmoqchi. Jigarni kayinda qilaman. Bo'ldi, hozir mushtlashib tayyor. Birga bir chiqib qoladi bular. Birga bir chiqish uchun rangdar qilish uchun bo'ldi. Birga birini bizning ko'rapda o'ynaymiz. Chavakchilarni bizning ko'rapdik balla. Shuni Apple'dan demoqchimi? Bir chiqadi bular. Shuni Apple'dan demoqchimi? Yo'q. Deyishim, boshqa ko'rapda qara. Biz sendek naqshaydigan Polatkamning balları, Adilaning balları, o'xshash. Bu yerga kelsan. Men bizning ballar tatanglar. Sen uzansa nurib chaqmayolmaysan herga. Dinlab ket. Odamning uchun energiya maydonisi bak yo'q. Yumloqqa yumloq, sen yumloq, sen chiroylik men amroq. Men kichik bo'lsam bir og'iz gap qo'yay-a. Yana boshlandimi o? Xo'ja. Bu erkin bola ekanmi? Erkinni hammamiz bilamiz. Men turpanda 4 yil turgan odam. Erkin uzun yillik naqshchi. Bizning oldin qarorlik Azmatdan ki Fuyini ikkisi bir hisobda. Men naqshiyni og'zini ichiblam, haqli deganda men erkak ekanligini men bilib bo'lganman. Ammo Erkin yaxshi naqshchi, ko'ngliga cho'qim bir odamni pukib keldi bu yerga. Endi bu yerda biz azroq qizitamiz. Qizitmasak bo'lmaydi. Ammo lekin men bugun seni talashmay, men sana bir ustozni tavsiya qilmayman bu yerda. Komil bilan Polatkamni tavsiya qilmayman sana. Rahmat odash. Qanday Polatga? Bir yolg'iz deb qo'ysam, Komil ag'inamni desam. To'xtab turmamsan? Polatkamnikimi? Mushu uslubdagi naqshidan bir skam. Shu qo'shilib ketsa, G'ojishkimiz Erkin Ozoda o'ynaymiz buni. Mal o'g'lim ishqilib, putulla shunda o'ynaydigan balla zazali. Hozir bir bilet oldi. Kanka. O'xshamaydi. Hozir bir bilet oldi. 1,5 bilet qilamiz buni. Men ikkinglarni tavsiya qilib qo'ydim bu yerda. Rahmat, ag'inam, rahmat sana. Tashmo tushgan yerda aziz deydi. Sizning qadringizni men bilaman. Sizning nima etmoqchi bo'lganingizni, nima o'rganmoqchi bo'lganingizni, qanday taraqqiy qilishingizni, mushu uslubdagi naqshchilar hozir bag'ansiri mo'llashyotdi. Mushu uslubdagi naqshchilarningki texmo ko'plab chiqishini, texmo bozorli xo'p kichinglarni umid qilmayman. Men shu yo'lga sizni to'g'ri boshlay olaman deb o'ylayman. Ammo Adiladan marketing to'g'ri boshlayapman. Yamanji qallis billatdi, yamanji qulasa o'xshamaydi. Hargiz bormagan, asma. Hammasi o'zining yo'lini o'zi topadi. O'zini nurlantirdi. O'zingizga ishonib qam. O'zing o'ylab chiqam. Nekanjing Abay Zayrikam degandek. Sen bizga natunish emas. Seni tuniymiz. Sening nadan nakaga chiqqandan naqshaytirg'ini, qanday uslub naqshaytirg'ini shaxsan biz bilamiz. Naqshaytirgan u. Sen ismi jismingga loyiq erkin, naqshami shunda erkin. Ma erkindek uslubda naqshini hozir holatida aytsa, 3-4 soat aytqildi amay. Shunda o'zini qo'yib erkin aytdi-ku. Abay dedemish ma'lumnomsi. Sen ko'ngling birsini pukib kelding. Shunda-ku, bizning shunda talashqimiz bor. Sen hozir ko'tarib makagim bormi? Ko'tara olaymi sen hozir?
Ko'plab akagim bor. Hamda eng muhimi, ko'nglingda kimni o'ylagan bo'lsang, shuni tanlag'in menchi. Sen matalantiki bala, sen plansiz kelmaysiz bu yerga. Shuni planing bor, shuni men ortiq gap qilmayman. Mayırlağı hazır nincelikni talaşmayımız desen uyagan gap qoldu. Nincelikni talashsizlar, lekin sizlar Polat Kamabay bir gapni bek to'g'ri dedik. Sizlar nimaga erishmoqchi? Mushu sahnada turgan 3 minut sizlarninki. Sizlar mush 3 minutni qanday qilmadisanglar, shunda qila olasizlar. Biz ustoz bo'lgan odam sizlarga mush 3 minutni sizlarning ko'nglinglardagidek chiqarishni biz yordam qilamiz shunoga. Lekin sahnaga chiqib ijro qilgan odam yana sizlar. Shunaqa hamda sahnaga chiqib mush 3 minutning ichida sizlar faqat ikkili narsani o'ylanglar. Biri sizlarni tonimagan ko'rarmanlarni o'zingizlarga tuntinglar, qaritinglar. Qanday qilib bo'lsin? Tushuninglarmi? Aqlli bo'lsanglar, qanday qilib bo'lsin? Yana biri sizlarni yaxshi ko'radigan bir turkum sizlarningki finsillaringlar bor. Shunaqa finsi emasa finsillaringlar. Shu finsillaringlarga umidini yerda qo'ymanglar. Ular texmo sizlarning tefinsiga aylansın. Amaliyotda kalanglarni ishlasanglar, sizlar qildigan mush birlam ish bor, asarni to'g'ri tanlab, ijroni yaxshi o'rindash. Tugding. Qani, Erkinjon ha. Amsi amma ustozlarning o'rilganiga rahmat. Men Mayli kebab yang, mayli xogo yang, mayli mayli qiza yang. Vojon g'ortamlik gazliq suyi. Bir yilning har faslida bahuzur iste'mol qilsangiz, ixtiyorsiz vojonni deb qolasiz. Vojon g'ortamlik gazliq suyi. Birinchi darajalik mukofotga erishgan Mayerni Xinjiang Hojun Sochak şirkati 20 ming yuan qiymatidagi pianino bilan mukofotlaydi. Ikkinchi darajaga erishgan Mayerimiz bo'lsa, Xinjiang Miras şirkati 15 ming yuan qiymatidagi elektronlik qurilma bilan mukofotlaydi. Uchinchi darajalik mukofotga erishgan Mayerni Xinjiang Kamal Sochak şirkati 10 ming yuan qiymatidagi mikrofon bilan tartiqlaydi. To'rtinchi bo'lgan Mayerni bo'lsa, Xinjiang boshbarmoq dehqonchilik mahsulotlarini echish cheklik mas'uliyat şirkati 5 ming yuan qiymatidagi gitar bilan mukofotlaydi. 5. darajaga erishgan Mayerimizni Xinjiang Ramnidar xalqaro so'lchak shirkati 3 ming yuan qiymatidagi tutlar bilan mukofotlaydi. Yipak yo'li sadasi, so'yguning yo'q chehrasi. Xush ovozlar saynasi, yipak yo'li sadasi. Yipak yo'li sadasi. Yok çigrasi, hoş avazlar seynası, ipek yolu sadası. Kadın ipek yolida jaranglaydı kongura. Kitap yağri dalağa, küy nakşimiz bekira. Gümüş tağlar çok esi, nur kaytıdı yürekke. Güç birdi nakşimiz tümelligen çiçekke. Güç birdi nakşimiz tümelligen çiçekke. İpek yolu sadası, suygunun yok çigrası. Hoş avazla seynası, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, suygunun yok çigrası. Hoş avazla seynası, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, sevginin yok çigrası. İpek yolu sadası.
yürekten Muğlak göz açıdı seherde Bir yürekten Muğlak göz açıdı seherde Ul eşidi toyga toy Bəxitləyib səpərdə İnsan düşər səpərdə Bəxti günlər səhərdə İnsan düşər səpərdə